Ichak saratoni degan tashxisni eshitgan inson uchun hayot bir zumda o'zgaradi. Qo'rquv, savollar, noaniqlik. Lekin bugun zamonaviy onkologiyada bir haqiqat bor. Ichak saratoni endi faqat kurash emas, balki umid ham bor. Bu umidning nomi immunoterapiya hisoblanadi. Bu tashqi zarba emas, bu ichki kuch. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichak saratoni o'smalaridagi mutatsiyalar juda ko'p bo'ladi. Shu sababli immun tizimi ularni yaxshiroq tanib oladi. Aynan shu bemorlarda immunoterapiya eng yuqori samara beradi. Bu nazariy emas. Bu molekulyar biologiya va klinik tadqiqotlar bilan isbotlangan fakt. Masalan, New England Journal of Medicine jurnalida e'lon qilingan Keynote 177 nomli xalqaro tadqiqotda 307 nafar metastatik ichak saratoni bilan kasallangan bemor kuzatildi. Bir guruh bemorlar immunoterapiya olgan, ikkinchi guruh esa standart davolanishni cheklangan. Natija juda aniq bo'lgan. Kasallik nazorati immunoterapiyada 16,5 oydan 20 oydan ziyodga o'tgan. An'anaviy standart davolanish esa 8 oydan past bo'lgan. Ya'ni immunoterapiya 2 barobar uzoq samara bergan. Bundan ham muhimroq nojo'ya ta'sirlar. Og'ir nojo'ya ta'sirlar an'anaviy davolanishda yuqori bo'lgan. Bu raqamlar bemor hayoti sifati uchun ulkan farq degan. Yana bir muhim tadqiqot, Checkmate 142. Bu tadqiqotda immunoterapiya qo'llanildi. Natijada bemorning 90% da o'sma sezilarli darajada kichrayib, umuman faollik ko'rsatmagan. Bu holatni biz uzoq muddatli remissiya deymiz. Bundan tashqari Nature Medicine jurnalida e'lon qilingan Nature tadqiqotida operatsiyadan oldin immunoterapiya berilgan. Bemorlarning deyarli 100% da operatsiya paytida tirik o'sma hujayralari topilmagan. Bu onkologiyada juda katta burilish. Eng katta sensatsiya esa New England Journal of Medicine e'lon qilingan tadqiqot bo'ladi. To'g'ri ichak saratoni bilan kasallangan MCN bemorlarda immunoterapiyadan keyin 100% holatda o'sma klinik jihatdan yo'qolgan. Kimyoterapiya yo'q, nur terapiya yo'q, operatsiya yo'q. Bu natija butun onkologiya dunyosida umid tushunchasini o'zgartirdi. Savol berishdan qo'rqmang, tekshiruvlardan o'ting va zamonaviy onkologiya imkoniyatlaridan xabardor bo'ling.